Bugun Yaponiya Braziliyani yutib qo'yadi degan qo'rquv bormanda, chunki samuraylar juda xavfli o'rtoqlar. Niderlandiyaga tengma-teng kurash taklif qildi. Niderlandiyaning himoyasi bu turnirda eng kuchli himoya deb atalayotgandi. Braziliyada unaqa himoya yo'q. Shuning uchun Yaponiya bilan Braziliya bu o'sha play-offni nimchorak finalni eng katta uchrashuvlaridan biri bo'ladi. Braziliya terma jamoasida bugun Neymar asosiy tarkibda tushishi mumkin ekan, chunki bilasiz, oxirgi uchrashuvda u debyut qildi, o'sha Shotlandiyaga qarshi uchrashuvda va bu o'yinda Ancelotti Neymarga asosiy daqiqalarda vaqt berishini taxmin qilishmoqda insiderlar. Plus bu o'yinda yana bir intriga bor, ya'ni Vinicius Juniorni to'purarlar ro'yxatida Lionel Messiga yetib olishi mumkinligi. Unda 4 ta gol mavjud va hozir to'purarlik uchun kurashyapti. Ko'ramiz endi, bu ham ajoyib natija bo'ladi Vinicius uchun. Shuning uchun uchrashuvni diqqat bilan kuzatishimiz kerak. Eslatib o'taman, o'yin 22:00 da boshlanadi va bu uchrashuvni profilimda yozda joylashgan Telegram kanalda jonli efirda va o'zbekcha sharhda tomosha qilishingiz mumkin. Qo'shiling, uchrashuvni birgalikda ko'ramiz va qanday natija qayd etiladi? Braziliya chorak finalga chiqadimi? Birgalikda guvoh bo'lamiz do'stlar.